1100-sida to'xtataylik. Zo'q bilan 5 oy ichida $10,000 topish mumkin. Damas'ga 150 ming deydi. Nexia 2 legenda. Nexia 200 ming. Gentra Sizdan 450 ming pul olmayman. Elektromobildan 1 million pul olaman. Xo'ja aka. bir marta. Ha, 1 yilda 1 marta. Bu ham almashda. Bo'lmasam so'tilib yangilanib ketadi. Yangi turda olishadi xo'ja aka. Bizga ishonsin. Biz quygan yo'qda motor erib ketsa to'lab beradi. Ular bokira derkan, eng oliy navli toza neftdan tayyorlanadi. Shuni ko'radi, "Maden O'zbekiston" deb yozib qo'ygan. O'zbekistonniki ekan-ku deydi. Yo'q, menga rossiyskiy ber. Bismillah deb boshlanmagan ishni oxiri kesib deyilgan. Bismillah kesib tashlayverasizlar, lekin biz bismillah bilan boshlaymiz, xudo xolasa ishlarimiz oxiri xayrli bo'lsin, davomiy bo'lsin. 1100-sida to'xtataylik. 1000 ta odam o'zi yetadi bizga. Assalomu alaykum. Xo'p, biz birinchi loyihamizni boshladik. Bundan avvalgi videoda aytganimizdek, loyihamiz maqsadi shu yosh tadbirkorlarni bizneslariga kirish, ularga qo'limizdan kelgancha to'g'ri yo'nalish berish va ularni olib chiqishga harakat qilamiz. Qolgan yosh avlod uchun qaysidir ma'noda o'rnak, qaysidir ma'noda ilhom bag'ishlovchi sifatida shu yangi suhbat loyihamizni boshlamoqdamiz. Shunga birinchi uchrashuv, birinchi suhbat, birinchi mehmon Umarxon bo'ladilar. Umarxon, Assalomu alaykum. alaykum assalom. O'zingizni qisqacha tanishtirasiz? Umarxon kim? Ismim Umarxon Odilov. Puma Oil asoschisiman. 27 yoshdaman. Moy tarqatish va B2B va B2C da to'g'ri moy almashtirish, iste'molchilarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanamiz. Umarxon bu moy almashtirishga qayerdan kirib qoldilar? Shu savolga javob bersangiz. Men moy almashtirishga kirib qolishim moy sotishni Jahon bozorida 2014-yildan boshlaganmiz. Jahon bozori bu Namangandagi. Ha, Namanganda. Lolada joylashgan Jahon bozori degan bozor bor shu yerda. O'sha yerda 2014-yildan moy sotishni boshlaganmiz. 2019-yilda karantin boshlangan. O'sha karantin boshlaganda karantinda bozorlar ishlamagan. Bozorlar ishlamagandan keyin 3 ta erkak o'ylab qo'yganmiz. Shu joyimiz bo'lgan, o'sha joydan unumli foydalanish maqsadida bozorlar ishlamagan, lekin o'yindan ochilgan ustaxonalar, mahalladan ochilgan ustaxonalar ishlardi. O'shanga uchun biz ham mahallamizda o'zimiz joyimizda unumli foydalanish maqsadida o'sha bitta xonani ochib, yama qilib o'sha yerda moy almashtirishni yo'lga qo'yganmiz. Shu. Demak, pandemiyada bozorga pandemiya ta'sir qilgan, lekin moy almashtirish shoxobchalariga ta'sir qilmagan. Menki bozorda omma ko'pchilik aylanadi, evda kasallik yuqish ehtimoli bor, lekin ustaxonada 1 kishi, 2 kishi bor edi, evda o'sha yo'qligi uchun unga ta'sir o'tkazmagan pandemiya. Demak, siz moy sotishdan majburiy shaklda moy almashtirish shoxobchasiga kirib kelgansiz. Kirib kelganman. Bu oilaviy, otangiz va akangizmi, ukangizmi? Ukom. Ukangiz borlar. Ukom, mana dedimlar. Umarxon, hozir holatda sizda nechta shoxobcha bor? O'zimda moy almashtirish o'zimiz xususiy 2 ta shoxobchamiz bor. Va o'zimizga o'xshagan moyxonalarga moy tarqatamiz. Demak, sizda 2 ta yo'nalish. Ham moy almashtirish, ham moy tarqatish. B2B va B2C da xizmat ko'rsatamiz. Sizda o'zi filiallar soni nechta? Men moy tarqatadigan filiallar soni 100 ga yaqin. O'zingizda-chi? O'zimizda 2 dona. Servis. 2 dona bilan siz kifoyalanasizmi yoki ko'paydimi? Asosiy, ya'ni fokus 2 ta ekansizda. Tarqatish va o'zida shoxobcha. Shoxobcha ko'paytirasizmi? Haligi franshiza qilib qachondir ko'paytirib bozorni egallash maqsad yoki xuddi shunaqa. Maqsad shahar sentr joylardan mashina, avtomobil ko'p o'tadigan, aylanadigan joyda 10 ta, 15 ta joy olib, moyxonalar servis, xizmat ko'rsatish servisini ko'paytirish va yana ham Namangan bo'ylab, agar iloji bo'lsa O'zbekiston bo'ylab yana yo'llarni tarqatish. Yana ham ikkitasini ham kuchaytirish maqsad. Qanday ishlaydi? Ya'ni siz moyni qayerdan olasiz va kimlarga xizmat ko'rsatasiz? Shu to'g'risida. Bo'ldi. Biz moyni Toshkentliklardan olamiz. Toshkentliklar Dubaydan olib kiradi. Toshkentliklardan olamiz. Bizda birinchi qo'l optim bo'ladi. Moyxonalarga ham xuddi optim narxda tarqatamiz va xizmat ko'rsatishga keladigan bo'lsa, optim narxda xizmat ko'rsatamiz. Motor moyni almashtiramiz. Masinli filtr, воздушный filtr, moy, o'sha suyuqli, qanaqa moyga taalluqli mashinada qism bo'ladigan bo'lsa, hammasini almashtiramiz. Moy almashtirish bo'yicha, ya'ni mashinada qanaqangi moy borki,
Hammasini zamina qiladi, almashtiradi. Har bittasini zamina qiladi. Servis ko'rsatish bo'yicha. Asosan hozirgi kunda urg'uni avtomat korobka, avtomat korobka moyni zamina qilish, apparatda almashtirishga eng ashunga qaratdi oxirgi paytda. Bizda hozirgi paytgacha biz avtomat korobkalar chiqish boshlaganiga 20 yil bo'lgan, lekin hamma qo'lda almashtiradi. Qo'lda almashtirganda avtomat korobkaning ichida 7 litr moy bo'ladi, qo'lda to'kkanda 5 litr tushadi, 2 litr qolib ketadi. U 2 litr qachon chiqadi? Mashina zavod bo'lib turgan, yurib turganda tushadi. Apparat o'shani 7 litr to'kib, 7 litr almashtiradi. Shu o'sha hamma polni energiyamizni o'zi shu avtomat korobka yo'g'ini apparatni sifatli almashtirishga qaratganmiz. Bu avtomat bo'lmagan mashinada ham ish beradimi? Yo'q, faqat avtomat korobka, variator korobkalarga anaqa bo'ladi. Xizmat ko'rsatadi o'sha. Qani haligi skorost korobkalarni ham mexanik korobka u almashadi, ularniki qo'lda almashadi. Avtomat korobka o'zi 50 ming kilometrda almashtiriladi. Qo'lda almashgan bo'lsa 30 ming kilometrda almashtiradi. Apparatda almashgan bo'lsa o'sha 50 ming, 60 ming, 70 ming kilometrgacha yuradi. Apparatni foydali tarafi. Qo'lda almashtirsangiz 1 soatcha vaqt ketsa, apparatda almashtirsangiz uzoq 20 daqiqa. Ham vaqtni aytasiz, ham sifatli va samarali bo'ladi. O'shanga bu mashinaning sog'lig'iga ta'siri bor, bor, albatta, ha. Umarxonni misol uchun hayollarda 3 yil ichida qaysi darajaga chiqish? Misol uchun sizning shoxobchangiz soni qaysi darajada bo'ladi? Xizmat ko'rsatishingiz qanaqa bo'ladi? Nima reja qilgansiz? Xo'p, hozir men birdan bir rejam hozir ko'rdim, qo'shni Qozog'istonda ko'rdim, mijoz keladi. Misol uchun tracker mashinasi bor. Yilini kirgizadi. O'zi endi mochi qilmaydi, sensorli televizor bor. Tracker 2 yili qancha kilometr yurganini kirgizadi. U televizor o'zi sensorli, o'zi yog' tavsiya qiladi, 5 xil. Bittasi aksiyadagi yog' bo'ladi. Menga o'sha yoqdi. O'sha narsani men o'zimizga olib kirib sinamoqchiman. Men muntazam o'smoqchiman. Eng servis birinchi o'rinda turadigani Yaponiyada ekan. Xudo xolasa o'sha 3 yil ichida egaga ham borib, o'sha qanaqadir texnikalarni olib kirib, mijozlarga qanaqa qulaylik bo'ladi? Biz bozorga tushadimi bu? Albatta. Mentalitet tanlab. Albatta. Faktически men xohlayman. Meni mashinam 20 ming dollarga olgan mashinam chotki joyda servis bo'lishini xohlayman. Misol uchun chiroyli bolalar bez xato ishlashini, konkret o'sha instrumentlaringiz yaxshi bo'lsa, ish tez bo'ladi, sifatli bo'ladi. Misol u ham mijozga xohlaydi. O'zi mijozda o'zi shunaqa narsani xohlaydi. Bo'ldi, qo'lda almashtiraman desam, yo'q, apparatim bormi deydi. O'zi bizda ashnasi 2 bo'lgan. Apparatda almashtiriladimi? Internetdan ko'rib kelib, apparatda orqadan almashtirib berasizlar. Hozir asosiy mijozlaringiz qayerdan kelishadi sizga? Internetdan, Instagramdan ko'rib kelishadi. Internetdan asosiy klientlar oqimi, mijozlar oqimi internet. Internet orqali ko'rishadi, ko'rib, uka, men qo'lda almashtirib yurdi hozirgacha. Biz apparatda almashtirayotganini ham bilmas ekanmiz. Qanaqa bo'ladi, qandoq bo'ladi? Kelishadi, har bittalarga tushuntirib almashtiramiz. Qaysi platforma asosiy? Instagrammi yoki TikTok shunga? Yo'q. Instagram, TikTok. Ikkitasi. Target bermaysiz? Yo'q. Shunchaki. Shunchaki. Podpischka qancha? Hozir bir 2,5 mingtacha. 2,5 mingta bor. Misol uchun siz qachon kirdingiz Instagramga bu bo'yicha? O'tgan oyda kirdi, bir 2 oycha ishlatib, ajib tashab qo'ydi. Muntazam qancha bo'ldi o'zi? Muntazam oxirgi mana shu 1 oy, 1,5 oydan beri astodil shuni ustida ishlatdi. Internet orqali. Internet orqali o'zi oxirgi paytda. Unda internet avvalgidan va internetga kirganingizdan keyingi qanchaga mijozlar oqimi sezildi? 5x. 5x ga sezildi. 5x va podpischalaringiz 2,5 mingta. Yo'q, endi bizda maqsadli auditoriyada ular. Shunchaki nima deydi? Kuldiradigan videoni ko'rgan obuna bo'lganlar emas-da. Ular konkretniy obuna bo'lib, men korobka yog'imni almashtirganiga 10 ming kilometr bo'ldi. Ya'ni 30 ming kilometrda korobka yog'imni almashtiraman. Podpischik bo'lmasdan kuzatuvchilar qancha? Podpischik bo'lmasa, 90% shunaqa bo'lsa kerak. O'zi boshida shunaqa bo'ladi. Ko'proq internetdan kelar ekan. Hozir muammo bo'libdimi? Misol uchun ulgurmay qolmysizlar? Yo'q. Bizda kuniga yo'q deganda o'sha korobka moyi 3 ta keladi, 3 dona. Instagramdan ko'rib keldi, korobka moyini almashtirish kerak. Shahar boshqa joydan telefon qilishsa-chi? Bo'ladi, unaqa ham shahar boshqa joyda. Aka, qayda manzil aytganimizda, aka uzoq ekan. Uzoq ekan deyshadi. Ha, bo'pti deymiz. Siz bunga nima yechim qilmoqchisiz? Endi men ularga yaqinroq bo'lgan, shahar ichidan, sentrroq bo'lgan joylardan. Qaydan misol uchun? Endi iloji boricha probka bo'lmaydigan joylardan-da. Probka bo'lmasa, lekin shahar ichida mashina ko'p aylanadigan joy bo'lsin. Siz hali joy ko'rmadingiz? Yo'q,
hali ko'rmadim. Kelishuv qilib ko'rmadingiz kim bilan? Yo'q. Bu yil o'zi yilni oxirigacha nechta shoxobcha bo'lish kerak sizni Eng hayolingizda? kamida 5 ta shoxobcha o'tishim kerak yil oxirigacha. Mana yilni boshdagi maqsadim o'sha. Ikkitadan tashqari. Nima to'sqinlik qildi hozirgi holatda sizni bu shoxobchani ko'paytirishingiz uchun? Shoxobchani ko'paytirishim uchun to'sqinlik bo'lgan narsadan haliga Mutaxassis yo'qmi? Ha, mutaxassis. O'zingizdagi odam qidirasizmi? Men o'zimdagi inson qidiribman. Qiyinmiki? Qiyin. Xo'p, boshqacha yo'llarni qidirib ko'rdingizmi? Boshqacha yo'llarga hali qidirib ko'rganim yo'q. Sherikchilik taklif qilish, qayerga Sherikchilik endi taklif sherikchilikga endi nimaganingizga to'g'risi gap. Hech kimga sherikchilik tavsiya qilmayman. Misol uchun qarang, hozir kimdir ko'rdida sizni, misol uchun moy biznesiga qancha bilan kirsa bo'ladi va siz orqali qanaqadir hamkorlik qilishi imkoni bormi? Misol uchun sizga kelsa taklif bilan, "Meni joyim bor." Misol uchun yo'l bo'yida, shu shahar markazida, ha? Shu qulay moy almashtirish uchun yonimda moykaxona bor yoki qanaqa diagnostika bor. Misol uchun menga shu yordam bersangiz, shunga kirsam, qaysidir ma'noda sherikchilik bo'ladimi yoki siz unga moy yetkazib berasiz. Misol uchun moy o'zingizda ekansiz. Moy o'zimizda. Qanaqadir o'sha u moyni shu ostida qaysidir kengayishni reja qildingizmi? Aniq strategiya bormi? Ha. Yo'q, strategiya bor. Agar xohlaydiganlar bo'lsa, misol 15 milliondan 25 milliongacha puli bo'ladigan bo'lsa, shuni o'zi bilan ham paka boshlab ma'lum bir vaqt asosida normalniy daromadga chiqsa bo'ladi. Demak 15 million yoki 20 million bilan sizni oldingizga kelsa, albatta unga boshlashga siz yordam berasiz. Albatta. Hamma yo'l yo'llar ko'rsatib, nima anaqa bo'lsa, o'zimiz o'rgatamiz. O'zimiz o'rgatib, ma'lum vaqt asosida o'rgatib, unga o'sha joyga nima kerakli mahsulotlarni yetkazib beramiz. Misol uchun bu 15 million bilan kimdir kirishi mumkin, kimdir misol uchun 100 million bilan kirmoqchiman desa, u summa, ya'ni tikkaniga yarasha o'zgaradimi yoki o'zgarmaydimi? Uni foydasiga ta'sir qiladimi, qilmaydimi? Nimaga misol uchun ta'sir qilishi mumkin? Ma'lum miqdorda ta'sir qiladi. Kattaroq summa bilan qilsa ta'sir qilishi. Nima sizga ta'sir qiladi misol uchun? U kattaroq pul bilan nima qila oladi? Qayerga sarflaydi katta pulni? Katta pul atmosferaga sarflaydi. Ya'ni uni jihozlash yoki ko'rinishga, interyerga, so'nggi modeldagi apparatlar. Hamma narsa o'shani ko'rib keladi-da. Odamlar o'zi o'sha narsani xohlaydi. Misol uchun u olib keladigan pulni sizga nimaga sarflaydi? Sizga qanaqadir ma'noda haligi sizga haligi nima desa bo'ladi? U pulni iminda siz nima qilasiz? Ya'ni unga moy uchunmi yoki qaysidir ma'noda zalog sifatida berasiz? Misol uchun moy o'zingiz ta'minlab berar ekansiz. Misol uchun hamma instrumentlarni o'zi qiladi. O'zi qiladi. O'zi qiladi. Ana apparat ham bo'ladimi yo bo'lmaydi? Yo'q. Endi apparatni qanaqa kelishamiz? Mabodo avtomat korobka moyini almashtiradigan apparatni olib beradigan bo'lsam, o'shanga yarasha kelishuv bo'ladi. O'shanga yarasha kelishuv bo'ladi. Misol uchun bo'lishi mumkin, avtomat korobka moylari turlarga bo'linadi. Uni foydasidan u aytishi mumkin. Bitta mashina almashtirganda 100 ming foyda qilsa, 60 ming manga, 40 ming unga bo'lishi mumkin. Yo'q desa, o'zi apparatni oladi. Moyi arzon narxda olib, o'zi bilgan narx. Hop, misol uchun keldi, 5 ming dollar bilan kirdi deylik, ochdi, boshladi. Shu 10 ming dollar topish uchun o'rtacha qancha vaqt sarflaydi u? Insonga hammaga shu qiziq. Misol uchun yoshroq bola keldi yoki otasi unga pul tikitdi o'g'liga yoki otasining oldiga bordi, misol uchun aka bor ekanlar, menga ishonar ekanlar. Pul u ham nimadir tikitdi, qaysidir ma'noda. Qancha muddat ichida u shu darajaga chiqishi mumkin? Shu darajaga chiqishi uchun birinchi o'rinda o'ziga bog'liq. 3 yil, 4 yil ichida shu etapga chiqib olsa, menki moy almashtiraman deganman, siz aytdingiz 1 yilda 1 marta yoki 2 marta almashtiraman deysiz. Yog'ingizni almashtirib bo'ldingiz, lekin yaxshi joy ochilgan. Endi sraz kira almashtirmaysiz-ku. O'sha 5 oy kelishini kutasiz. Xuddi o'shanaqa. U bolaning ishi yurib ketgungacha siz 2 marta, 3 marta borganga bo'lishingiz kerak. 2 marta, 3 marta bo'lishingiz uchun 3 yil vaqt o'tish kerak. 3 yil ichida o'sha etapga sabr qilib chiqa olsa, 3-4 uzoq bilan 5 oy ichida 10 ming dollar topishi mumkin. Endi 3 yil muddat uzoq. Misol uchun 5 oy ichida u qancha foyda ko'rish mumkin? Insonlarga qisqa muddatda bo'ladigan bo'lsa,
5 oyda 30 million topishi mumkin. Ha, 5 oyda. Ha. Ha. Dangas odammi yo yaxshi odammi bu? Maksimal darajada anaqa yaxshi harakatchan. Demak, 5 oyda o'zini kunini o'zi oqlab keta oladi. Ha. Lekin biz shu mo'y almashtirish sohamizda dangasa insonlar ham ishlashadi. Yo'q deganda 5 oyda 25 million, 20 million topsa bo'ladi. O'sha dangasa insonlar ham. Endi uning uchun o'rganish kerak. Ha, o'rganish kerak, o'sha mutaxassislikni bilish kerak. Eng anaqasi mashina kelganda bexato harakat qilish kerak. Iloji boricha nimaiki, siz menga ishonib topshirasiz, 30 ming yo 40 ming dollarga olgan mashinangizni ishonib topshirasiz. Yaqinda bo'lgan bitta ma'lum bo'lgan voqea BYD avtomobili avtomat korobka DTP bo'lgan, avtomat korobkani yo'q oqib ketgan. Ustalar bilmasdan reduktorga quyadigan mo'yi avtomat korobkasiga quyib qo'yishgan. Bu holat oqomlarga 1200 dollarga yengil tushgan. Nimadan? Mutaxassislik yo'qligidan. O'sha o'zida biz o'zimiz ustimizda ishlamasa, rivojlanmasa, harakat qilmasa, bizni o'rnimizga boshqalar harakat qilmaydi-ku. Xo'p. Ya'ni hozirgi holatda sizda tarmoqlash bo'yicha hozir siz bu yilda nechta tarmoq 5 ta bo'lish kerakmi? Ha, eng kamida xudo xolasa 5 ta rejalashtirganmiz. O'sha 5 ta bo'lish kerak. 5 ta tarmog'i har bittasi bir xil servis, bir xil standartlar bo'yicha bo'ladimi yoki yo'q, har bittasi standartlar bo'yicha bo'ladi, xudo xolasa. Shuni tavsiyada ishlatdi, tizimlashtirish bo'yicha o'sha jarayonlar ketdi o'zi. Ya'ni har bitta filial kirsa, bir-biriga bir xil servis bo'ladi. Bir xil tushish kerak. 5 ta ko'rinishlari ichidagi misol uchun. Iloji mumkinmi unisi ham bir xil bo'lish? Iloji boricha adashib qolib, unda kirsa misol uchun Jahon bozoridagi bilan, yangi bozordagisiga bir xil soatlarigacha. Ashuni gapirmoqchi edim. Misol uchun gaz zapravkalar bor, Qudrat ekan deysa, hammasi bir xil. Azinash Qudrat ekan. Aytish shart emasdi, ko'rdim azinash Qudrat ekan. Xuddi bizda xuddi shunaqa. Ko'rdim, u mo'yillik ekan. Deyish kerak. Ha, deyish kerak. Buning uchun siz ishlab chiqasiz standartlarni. Ha. Qachon tayyor bo'ladi? O'rinli savol bo'ldi. Men misol uchun jiyanimga beribdim, misol uchun 5000 dollar. Marxonga borsam, bitta sharob to'chib beradi senga. Ishlaysizlar, yog'i ham o'zi beradi. Kelishasizlar. Qanaqa ishlash shartlarini desa. Beyda 5000 dollar siz jiyaningizga berganingizda, u hamma pulni instrumentga ishlatib turib, misol uchun Namanganda 10 ta mo'y tarqatadigan odam bo'lsa, men birinchisi bo'lsam deyli, qolgan 9 tasi ham mendan yuk bera oladi-da. Ular oyi boshida tashab, oyi oxirida yo'q ber deb bera oladi. Bir tomoni bor. Naqdga olganingizda sal arzonroq, ular nesiyaga tashab berganing uchun foydasi sal ko'proq qo'yadi, sal qimmatroq bo'ladi. Pul tikmasdan ham xotirjam ko'tarsangiz bo'ladi. Bu juda qiyin emas. Oson, faqat u o'sha olmoqchi bo'lgan inson o'ziga ishongan, gap so'zi butunroq inson bo'lish kerak. O'zi umuman mo'y sohasiga siz ham kirmoqchi bo'lgan inson. Xotirjam. Lavzdahalli bo'lsa. Lavzdahalli bo'lsa, yami ochildimi, o'zi tarqatadiganlar to'xtaydi. Aka, bizda mana bunaqa yo'qlar bor. Bo'ldi, menda pul yo'q desa, bo'ldi, muammo yo'q. Eng qizig'i qarang. Men bir qo'l quydirib oladi. Tashlaydi. No, daftarni oladi. Ismingiz nima? Umarxon. Yozadi, bo'ldi. Aka, sizga 3 millionlik tovar berdim, oy oxirida olaman. Marja kattamiki shunchalik? Shunchalik hurmatlar uchun nimaga unaqa? Ertaga mana mo'y boshlab oraman. Rostda, nimaga? Yo'q, shunaqa. Tashlaydi, bo'ldi, oy oxirida olaman deydi. O'sha insonlar oy oxiriga o'sha olgan oyog'ini beradimi? Endi qarang. Endi bu yerda taklif ham zo'r-da. Taklif ham zo'r. Oy oxirida mabodo bera olmay qolsangiz, 1,5 million, 2 million yo'q bersangiz bo'ldi degan joylar ham bor-da. Siz shunaqa shartlar bilan bolalarga yo'q berasizmi? O'zingizdan yo'q tarqatasiz. Ustoz, menda shunaqa shartlaringiz qanaqa? Meni shartlarim oddiy. Boshlanishidagi birinchisi nesiya bo'ladi, qolganlar hammasi naqd bo'ladi. Misol, boshidagi uni ob'yemiga qaraymiz. Agar ob'yemi 5 million bo'lsa, 5 million nesiya qilamiz, 5 million qolgan olgan tovarlarga naqd beradi. Ob'yem 100 million bo'lsa, 100 million nesiya qilamiz, ob'yemi ham 100 million bo'lishi kerak. Birinchisi qoladi, undan keyingilariga naqdga aylanish kerak. Eng zo'ri yil boshida o'lib, oxirida to'laydi-da. Nimaga? Tizim shunaqa ishlaydi. Yil oxirida hamma yo'q beradimi? O'shanga yarasha. Nima, yil oxirida sezon bo'ladimi? Yo'q, yil oxirida sezon bo'lmaydi. Endi berayotgan odamda shunaqa ishonch paydo bo'lishi kerakki, hech bo'lmasa 1 yilda bir marta u odam yopa olishligiga ishonch hosil qilish kerak.
Ha. Hech bo'lmasa 1 yilda bir marta yopdi, 0 qildi, значит, anaqasi bor. Davera bor. Davera bor, yana bersa bo'laveradi. Ya'ni muntazam ravishda berish orqali daveraga kiriladi va shunga qarab ostatga Ha, shunday. ko'tariladi. Bu sizdagi tarmoqlashganlar bormi? Namanganda. Bor bittasi shunaqasi. Nechta bor bitta? Tarmoqlashganlari bir ikkita bo'lsa kerak. Nechta tarmog'i bor? Tarmoq. Bilganingiz, nechta tarmog'i bor? Mana endi mochilarni deydi-da, lead deydi. Ha. Ha bir 250 ta, bir 300 ta lead bo'lsa kerak. Men bilganlarimdan. Ha. Yo'q, nechta tarmog'i bor o'shani? Misol uchun. Ha, demoqchi, o'zim moyxona ochib qo'yganda Misol uchun sizdagi bitta bola bor, misol uchun. Mannol deylik, Mannolda nechta shoxobcha bor? Mannol shahar taniydi. Ha, Mannol shoxobchasi Ha, ismi. nechta shoxobcha bor unda? Tarmoq. Men taniganlarimda 5 ta bor, eng patologiyada. Necha yil oldin kirishgan bu sohaga? Ular Taxminan. hozir. Yo'q, aniq anaqa sanalar bor. 2014 da biz chiqqan bo'lsa 2005-2006-yilda kirishgan mana shu sohaga. 2006-yil. Siz bilan taniysiz? Ha, hammadan taniyman. Demak, bu sizga raqib. Bozorda. Ha. Qanday qilib 1 yil ichida yengmoqchisiz yoki shu darajaga chiqmoqchisiz? Raqib bo'la oladimi? Yoki raqib deyish noo'rinmi? Bozor baribir tortishyapsizlar-da baribir. Tortishamiz, albatta. Biznesda konkurensiya bo'lmasa, biznes kuchaymaydi. Ha. Albatta, endi nimadirlar bepul bo'ladi, nimadir qulayliklar bo'ladi, qanaqadir servisda bepul bo'lishi mumkin. Bizdan yo'q xarid qilganlarga servis xizmat tekin bo'lishi mumkin. O'sha sizlar raqobatchilaringizdan xizmatdan foydalanganmisiz? Misol uchun nimadir yoqadimi sizda? O'lishingiz mumkin bo'lgan nima bor? Yo'q, menda shunaqa xarakter bor. Ha. Men raqiblarimdan ham Namangandagi butun firmalardan birortasidan yo'q olishni xohlaman. Sababi agar bir dona kanistrda moy kerak bo'lib undan olgan bo'lsangiz, u boshqa moyxonaga borib turib, Umarxon mendan постоянный moy oladi degan anaqa bo'lmasligi uchun men umuman beda Namanganda Hech kimdan moy xarid qilmayman. Bu moy olish to'g'risida, bu sizni birinchi biznesingiz, moy tarqatish bo'yicha. Namanganda hech kimdan moy olmaysiz. Lekin shoxobcha sifatida, servis ko'rsatish sifatida 5 ta shoxobchasi borda, qaysidirida siz servisdan foydalanib tekshirganmisiz? Yo'q. Farqi yana bormi? Yo'q. Nima ustunligingiz bor sizni? Nimaga Umarxonni tanlashlari kerak? Nimaga Umarxondan moy almashtirish kerak insonlar? Bizda nimaga Umarxonni almashtirish kerak? To'g'ri. Bizda birinchi qo'l inaki original. Endi bu yerda bizni nomimiz ketdi-da. Originalmi? O'qilangan narsa bo'lmaydi. Misol uchun men mijozmanda, men bir marta yilda bir marta almashtiraman, yoki bolaga almashtiraman. O'qilangan birinchi qo'l menga qiziq emas. Ya'ni bu hozirgi holatda bo'ldi, men sizni tushundim. Servis. Atmosfera, servis zo'r bo'lishi kerak. Oddiy inson nimaga borish kerak? Hech narsa bilmayman. Mo'shdan mo'yni almashtirishim kerak. Nimaga Umarxonga borib almashtirish kerak? Siz ham bizga kelishligingiz uchun bizda birinchi o'rinda xizmat ko'rsatadigan mutaxassis. Mutaxassislar xizmat ko'rsatadi. Joyimiz talabga javob beradi. Biz oxirgi so'nggi modellarga instrumentidan foydalanamiz. Shu. Qo'shimcha nima qiymat berasizlar? Siz yaxshi ko'rib qolish uchun mijozlaringiz misol uchun. Bizni Umarxon zo'rda deyish uchun nima narsa qilgansizlar? Endi Umarxon zo'rda qilmoqchisizlar. Qilmoqchimiz. Mayli. To'g'ri. O'yindan suv sepgan o'sha. Ha, dvorniga suv sepgan. Приятный kelib turadigan. Bo'lishi mumkin. 5 ta almashtirsa, 6-inchisi bepul bo'lishi mumkin. Har kelganda moy filtr tekin bo'lishi mumkin. Shunaqa. Bo'ldi. Demak, bitta odam asli bitta joyga o'zi yilda bir marta yoki 2 marta almashtiradi. Uni unutamiz. Misol uchun 5 marta kelishi fantastik. Lekin bir martalik insonlar qisqab ketibdi, qisqa va'dalar. Ya'ni sizga demak, moy almashtirgan kelganda siz filtr qo'shib berasiz. Ha, filtr bekor. Bu taklif hamma beradimi? Beradimi? Demak, boshqa taklif o'ylab chiqishingiz kerak. Boshqa yaxshiroq. Ha. Yaxshiroq taklif. Bo'lishi mumkin biz moyingiz misol uchun ko'pchilik istamaydi. O'zim ham esimdan chiqib qoladi. Telefon qilib, okey. Tizim yaratib, u kelgan paytda kilometr yuradigan kilometrni yozib qolib, aniq o'sha keladigan paytda telefon qilib eslatib, okey. Biz o'ylaymizki, sizning mashinangizni moy kilometr kelib qoldi. Biz sizga qaysi lokatsiyalarimiz yaqin, misol uchun shoxobchalar yaqin. Siz qayerda turasiz? Ham falon joyda. Bizni mana shu filialimiz sizga yaqin ekan. Men o'sha filialda ishlaydigan xodimimiz bilan lokatsiyasini Telegramga tashlab qo'ydim. Bemalol o'zingizga qulay bo'lgan vaqtda borib almashtirishingiz mumkin. Shu narsani qo'shmoqchimiz. Qachonlarga? Xudo xolasa, mana shu bir 2 oylar ichida. Endi bu tizim tayyor bo'lishiga qaraymiz-da. Demak, tizim
jarayonda jarayonda. bo'lganda xudo xohlasa qo'shasizlar, Ha. rivojlanishga harakat, Albatta, kengaytirishga harakat. muntazam o'sish xohlaymiz. Agar qaydadir biz bilmagan moy sohasida yangilik qanaqadir apparat yoki instrument bo'lsa, bizga aloqa chiqsin, biz albatta sotib olamiz. Bo'lsa agar bildirib qo'ysin, bo'lishi mumkin-ku. Misol uchun biz shunaqa narsa olib keldik-yu, lekin ya'ni bu innovatsiya, ya'ni sohaga yangilik kirish bo'yicha sizda qurilma bor, ya'ni texnikalarga hech qachon pul ayamaysiz. Albatta. Iloji bo'yicha o'sha so'nggi modelda bo'lishini xohlayman. Lekin insonlar o'zi talabi shunaqada, o'sha narsalarni xohlaydi-da. Sizdagi hamma bor uskuna, hamma filiallaringizda bo'ladimi? Ikkinchisida ham bo'ladi. Bormi hozir? Bo'ladi. Yo endi bo'ladi. Yo'q, hozir yo'q. Ha. No, lekin Buyurtma qilganmisiz? buyurtma qilishyapti. Shunchaki olamiz. Ha, shunchaki olasiz. Ha, shunchaki o'sha Joyda sizda bitta texnika ko'rdim Instagramda. O'zi avtomat o'zi yo'g'ini almashtirar ekan, misol uchun. Buni nimaga ikkinchi filialga qo'ymadingiz, misol uchun? Yoki nimadir sinovini kutisizmi? Shu qurilma yaxshimi, boshqachasidan olamanmi debmi yoki nimadir to'siq bormi? Qimmatligi uchun ikkinchi filialga qo'yilmadimi? Yo'q. Umuman narxi. Misol uchun men tushundimki, bu apparat o'zini oqlatdi, insonlarga yoqibdi. Shu apparat uchun kelibdi. Nimaga yurib turgan narsani kengaytirmayapsiz ikkinchisiga? Ha. Yaxshi o'rinli savol, ustoz. Ikkinchi filialimiz lokatsiya jihatdan Nituda bo'lib turibdi. Oxirgi paytda. Lokatsiya sifatdan sizga yoqmadi, o'zini oqlamadi. Ha, o'zini oqlamadi. Shaxsan misol o'z aytishim mumkin, menga yoqmadi. Endi dedomlar ochina dedilar. Qani yana yil oxirigacha ko'raylik dedilar. Agar bo'lmasa, iloji boricha sentroqdan qilish niyat. Apparat agar bugun misol uchun anaqa bo'ladigan bo'lsa, misol bizga o'sha sentr joydan joy chiqdi, ishlashni boshladi, misol ko'rib, A tochkasidan B tochkasini ko'rsa, o'sha kunni o'zidayoq o'rnatamiz. Demak, siz hozir holatda bu apparatni uyiga qo'ymadingiz. Siz ishonmaysizki, tikkaningiz oqlamaydi. Yo'q, gap oqlashda ham emas. Hozir holat ikkinchi lokatsiyangizga foyda keldimi, kelmadimi? Yo'q. Umuman ziyonda. Ziyonda. Arenda, so'lig'i, biz o'sha svet ishlaqalar bilan bizga hozir umuman ziyonga ishlatdi. Endi bir tomondan dokonsiya olib ketishim kerak, yopkim ham yo'q, sababi men ikkinchi filialni ochibdi degan eshitganlar bor. Yop desam, orqaga qaytish bo'ladi degan ruhiy sinish bo'ladi. Ha, o'shanaqa narsa ham borki, qanaqadir trama men bu deytski. O'shanga hammada bo'ladi. O'shanga uchun yopkim yo'q, ziyon bo'lsa ham ishlaysin degan anaqam bor. Yo, endi bu endi tadbirkorlik biznes raqamlarga borib taqaladi. Hech qanaqa, misol uchun kimdir o'zbekchilar eng yomoni shuki, odamlar nima o'ylaydi, nima deydi deb turib, dokonsiya qazga tiqish kerak yo'q. Misol uchun o'lchab ko'rish kerak, qayerda yaxshi. Misol uchun siz lokatsiyangiz, ideal lokatsiyangiz kim? Mo'ykaxona yonida bo'lishi kerak, qanaqadir ustaxonalar bo'lishi kerakmi? Qanaqadir servislar bo'lishi kerakmi? Misol uchun qanaqadir pachaqxona bo'lishi kerakmi? Yonda sizdan birorlar mo'y almashtirib ketish kerak. Deganda talakasi topilsa, endi u yer haqiqatdan hech yo'q zararli nuqtasidan o'tsa, endi ikkinchi filialingiz ishlab turish kerak yoki menimcha tez ikkinchisi, uchinchisini o'qib turib, u yerni o'rnini sovutmagan holatda, buni yo'qda menimcha, o'rnini sovutmagan holatda bitta joyga gaplashib, joyini o'zgartirish kerak. Xuddi shunaqa. Agar yaxshiroq joydan bo'lsa, joy istalibdi, olamiz, ishlatamiz. U yerdagi sotuvchida emasmi ayb? Obodo? Yo'q. Chuqurlashib ko'rmadingizmi? Yo'q. Yaxshi tutdimi? Yo'q, yaxshi, yaxshi. Endi klient kelib tursa, hech kim anaqa bo'lishni xohlamaydi-ku. Salon o'rtacha chek qanaqa? Sredniy chek. Sredniy chek 300 ming to'lib har bitta mashinada. Qarang, endi bu yerda aytib o'tdi o'zi-chi. Damask qancha? Damask 150 ming deydi. Nexia 2 legenda. Nexia 200 ming. Gentra. Gentra 280 mingdan 320 minggacha. Cobalt ham shunaqami? Bir xil, Cobalt Spark ham bir xil. Equinox. Equinox'lanki 700 ming atrofida bo'ladi. Trenddagi Tracker 2. Tracker 2 450 mingdan 530 minggacha. Malibu'lachi? Malibu'lar ham 500 mingdan 700 minggacha. Bir yilda 20 ming yuradi o'rtacha mo'sh, to'g'rimi? O'rtacha yursa, chopadigan odam bo'lsa bir 50 ming yurib oladi. Mo'y shunaqa narsaki, litr 1 millionligidan quysangiz ham, litr 15 minglikdan quysangiz ham, benzinda 5000 kilometrda любой mo'y pishadi. Gazda 15 ming kilometr, 20 ming kilometr xizmat qilishi mumkin. Nimani hisobiga bu? Nimani hisobiga?
Mashina kuchanganda, nagruz kelganda benzinda benzin moyga o'tib, moy ishirasini olib turadi. Deyli mashinaga yog' to'kilib ketdi, benzinli latada atsangiz ketadi. Xuddi shunaqa. Demak, u yog' kushandasi benzin. Ha, yog' kushandasi benzin. Shuning uchun ko'pchilik Tracker, Red nima deydi, Onyxlar sразу olib chiqib propan etishdi. Propanni ham o'sha Siz endi ko'proq fokus qaysi biriga qaratgansiz shunda? Qaysi qatlamga? Yo, siz nima demoqchisiz endi? Yo, mana foyda ko'rinib turibdi shu yerda, o'zi uchun. Benzinli mashinada marja katta ekan sizda. Tezroq повторный продажа bo'ladi bu yerda. Ha? Hop. Bularga e'tibor qaratdingizmi? O'sha katta okalarga, masalan, qimmat mashinalarga qanaqadir? Yo. Haliga target deydi-ku, ana qatlamni tanlab olib, masalan, meniki mana shular ekan. Yo. Umuman yo'q. Unaqa narsani o'zi yo'q. Biz o'sha Damas'ga aka kelsalar ham, duppini qiyshaytirib, cho'ponni kelsalar ham, o'sha xizmat, o'sha Malibu'ni egasiga bo'lgan xizmatni ko'rsatamiz. Umuman odam ajratish yo'q. Narxlar nimaga ko'ra belgilandi sizda? Masalan, imенно sizda mijozga qarab bu kishidan olsa bo'ladi, chiroyli, ozdan qilib yoki aniq nima standartlar bo'yicha narx qilasiz? Aniq belgilangan chek bormi? Belgilangan o'zini narxi bor. Belgilangan siz marjangiz bor. Biz belgilagan marjamiz bor. Umuman farqi yo'q. Biz Equinox almashtirsam o'sha foydani qilamiz, Damas almashtirsam o'sha foydani qilamiz. Misol uchun chek qimmat bo'lib ketishi mumkin, puli misol uchun litri ko'proq. Ha, litri ko'proq bo'lganligi uchun-da u. Inaki misol uchun Damasga quyadigan moyi, Damasda 96-yildan chiqishni boshlagan. Damasga quyadigan moyi tarkibidagi пересадка qo'shimchalar bilan Equinox'ni turbinali motori, motorga quyadigan moyi tarkibidagi пересадкаlar umuman ancha farqi bor. Bu deylik gap, gidrokriking qilingan bo'ladi, Equinox'ga. Gidrokriking nima narsa? Gidrokriking oddiy neftdan ajratilgan bazaviy mahsulotda, mineralli bazaviy mahsulotda qattiq bosim ostida qayta ishlash jarayonidan tashkil topgan sintetik moy. U qattiq bo'simlarga, turbinali motorlarda bosganda bo'simlarga tur berishligi uchun ularning moyi qimmat bo'ladi. Bu bo'sim qizitiladimi? Qanaqadir gradus ko'radimi yoki gradus bo'sim? Yo'q. Konkret gradus ko'radi. Gradusi misol oddiy motorlarning o'rtacha gradusi, mana shu Damas'niki ham bo'ladigan 100 gradus bo'ladi. Inomarkalankichi. Inomarkalanki. Malibu'lankichi qanaqa? Bir 200 ta atrofida bo'ladi. O'sha gidrokriking qilingan moylar hammasi o'sha 200 gradusgacha. BMWlarga qanaqa quyiladi? Ularniki umuman boshqacha bo'ladi. Ularga ham ko'rsatasizlarmi qilsangiz? Yo'q, ularga umuman hozir biz BMW hali ko'rmadik. O'z bozorda yo'q. Yo'q, endi BMWlar kelgan bo'lishi mumkin, eski. Elektromobillar ko'p yuribdi, BMWniki. Ularga ham quyiladimi yo'q? Ularni gibrid bo'lsa motorga ham olib ketadi. Agar elektromobil o'zi bo'lsa, reduktorga olib ketadi. 1 litrdan 2 litrgacha olib ketadi. Reduktor nima vazifa bajaradi? Reduktor shu balolarni aylantirib beradi. Ichida shistronkalar bo'ladi. O'sha shistronkalar aylanib, yog'lanib, o'zini o'zi yog'lab turadi. O'sha reduktor yog'ini vazifasi shistronkalar, tishlar bir-biriga yaqinlashganda yog' buni sirg'antirib berish uchun kerak bo'ladi. Shunda sizga elektromobillar, misol uchun, yog' bozoriga ozgina sal yo'q, naborot bizga zo'r. Zo'rmi? Elektromobil eng zo'r tarafini aytaman hozir. Ularni reduktorga quyadigan yog'lar normallilari 250 ming. Litrmi? Ha, litr 250 ming. Necha litr ketadi? 2 litr ketadi. Oldi orqa reduktorga 4 litr yog' ketadi. 1 litr 250 mingdan bo'lsa, bu degani 1 million degani. 1 million undan pul olishlik uchun 10 ming kilometr yurish kerak. 10 ming kilometr. Demak, qisqaroq desam yo 2 barobar ko'pmi buni? Yo'q, endi demoqchiman deyli, siz Trackerda qanchadan? 5 ming dedingizmi? 5 ming. Ha, 5 ming deyli, ha, 5 ming. Elektromobilniki uniki 10 mingda. Unda reduktor yo'q, unda motor yo'q. Siz korobka yog'ingiz 50 mingdan almashtirsangiz, ular reduktor yog'ini 10 ming kilometrda almashtiradi. Даже motor yog'idan yaxshi-da. Sizdan 450 ming pul olmayman, elektromobildan 1 million pul olaman. Elektromobillar uchun alohida almashtirish shoxobchasidan bir o'ylab alohida elektromobillarga ham taklif berdingizmi? Yo'q, elektromobilga unaqa taklif bermadi u. Misol uchun odamlar o'ylaydi, elektromobil misol uchun yangi narsa, buni motori bo'lmaydi, yog'i bo'lmaydi. Yog'ini qayda? Sentrdami, BYD sentrdami yo mana Lip Motors sentrlar yo'q, misol uchun BYDniki bor. Shularga bir taklif berganlar bor, men eshitmadim misol uchun. Men eski BYD'm bor edi, yog'ini qayda almashtirish bilmadim men. 8000 kilometr yurib oldim, 10 ming yurib oldim. Bitta o'zi o'shani pon apparatlarni olib kelibdilar. O'shalar almashtirishdi, chamamda, Nurobodami deyishdi.
$30,000 apparat oldirdilar. Endi men o'zim qiziqib chiqib ko'rganim yo'q. Yaqinda o'zimizda bo'lgan voqea, bitta aka BYD olganlar. Turi esimda yo'q. Salonga mashina olib borib turib, yog'ini almashtirgan. Mashina olib kirib ketibdi. Siz ashida o'tirib turing debdi. Qanaqa yog' ko'rsatganini ham qo'ymabdi. Hamma narsani oxirida varoq beradi. Ha, varoq beribdi. Ha, to'lov. U to'lov ham 2 millionga yaqinda. Keyin keldilar, uka mashina nima qilish kerak dedi. Ular yog'i bozordan olibdilar, filtri bilan. Tushadigan yog'i bozordan olib filtri bilan BYD sentrga borib, e'dan ishchilik chiqishini kutibdilar rosa. Chiqsa birortasiga pulni berib, almashtirib quydirtiraman dedi. Qulay yo'li. U odam oddiy motor zashita qilib turadigan paddonini bir 40 tacha bo'lib bo'lar ekanda. Biz o'sha almashtirganni bildi. O'sha paddon yechib qo'ygan ham 200 ming so'm o'sha chekda urilgan. Yechishga alohida. Ha, yechishga alohida. U quyish xizmati umuman boshqa. Endi keldilar. U keldilar, o'sha BYDning yo'g'ini almashtirib, filtr hammasi bor dedilar. Bo'ldi, aka, nech pulga almashtirib berasan dedilar. Endi aka, nima o'rtacha oddiy mashinalar yo'g'ini olib kelsa 40 ming, 50 ming almashtiramiz. Agar paddoni bo'lsa, yana qimmat. U keldilar. 200 ming beraman dedilar. Shuni almashtirib berdilar. Unda og'rig'i bor-da, neki yog'i 3 litr motorga yog' ketar ekan, bitta filtr, boshqa narsa yo'q. Faqat o'shani almashtirish kerak xolos. 400 mingga yog'ini olgan. 200 ming menga bergan bo'lsa, 600 ming so'm. U odam 1 million 400 ming yutdi-da. Rosa ketgan bo'lsa. Siz almashtirib yedingizmi? Ha, 20 minut vaqt o'tdi. 20 minutda almashtirdim. Bu mashina buzilib qolmaydimi? Yo'q. Muammo yo'q. Yo'q, muammo yo'q. O'sha odam endi u ham ozgina qo'rqdi boshda. Aka, men almashtirib ko'rmaganman dedim, lekin qanday almashtirish kerakligini bilaman dedim. Lekin meni risk. Ha, meni tajribam bor. 20% ga ishlayapsiz. Ha. Yo'q, foizga ishladingiz. 2 million narsani 200 mingga qildingizmi? Ha, 200 ming. Yo'q, endi bizga ham yaxshi, ularga ham yaxshi. Siz o'sha qoplaysiz. Ha, bizga qoplaydi. Biz o'shani tajriba qilib oldik-da. Endi undan keyingilarni 300 ming, 400 ming desam biri sababi unda bexato harakat qilamiz-da. Meniki undan oldin biz tajriba qilib bilib olganmiz. Qaytaga qaysi kulish qo'yish kerak, qaysi filtr konkret o'shaga tushadi. Hozir siz endi zamonaviy shu elektromobillarga yog' almashtirib bera olasizmi yoki yo'qmi? Almashtiramiz. Ha, shu. Umuman farqi yo'q. Turini garantiya berasizmi? Garantiya beramiz. Muammo chiqsa to'laymiz. O'sha biz quygan yog'dan, filtrdan biz ko'rsatgan xizmatdan umuman muammo chiqadigan bo'lsa, любойчеskiga to'lab beramiz. Ana kamerasiz o'chishdi, misol uchun. Aniq takliflaringizni o'zlariga kesib berilsa, misol uchun haqiqatda elektromobillikni ham yog'ini almashtirib bergan bo'lsa, demak bu yaxshi narsa, zo'r narsa. Endi Nurobodda texnika siz ham, misol uchun qimmat texnika siz ham o'zingiz almashtira olasiz. Ha. U texnika nimaga ishlaydi? O'zi $30 ming bo'lmasa kerak. Yo'q, texnika eda $30 ming yog' almashtirish uchun emas-da. Akkumulyator. Yoki men elektromobillarda, yangi chiqqanlarda yog' almashtirgandagi programma ko'rish kerak. Yo'q, misol nimaga? Uni motorda miya bor. Miya hali ham eski yog'da yuribman deb o'ylar ekanda. Shuni yangi yog' qo'ydim senga deb qo'yishdi. Ha, uni kompyuterni ulaydi yo telefonni ulaydi miyasiga. Seni motoringga yangi yog' quyildi. Mashincha kilometrdan yurasan. Bu manbani elektr oshnangizgacha oladimi? Yechadi. Demak, sizlar biz yog'ini almashtiramiz, unga jo'natamiz. Avtomat ko'rib ham xuddi shunaqa. Buni pul qilib beradi. Bu bilan nima qilamiz uchun siz 200 ming qilib bersangiz, u 500 mingga elektrini yo'q. Unaqa narsani o'zi yo'q. U hammasi jarayonlar oddiy ekan, men bilishim bo'yicha avtomat ko'rib. Uni cheki qancha? Elektrin. Elektrin cheki ham 200 ming. Ha, demak 400 ming aylan. Ha, 400 ming aylan. O'sha programmani lekin u elektrik uni 0 qilib qo'ymasa ham, lekin mashina yuraveradi. Bitta anaqasi bor, tabloda seni yog'ing almashmadi deb qizil margat chiqib turaveradi. Misol siz trakeringizdan yog' almashtirgandan keyin foizini 100 qilib qo'yish kerak. Chiroq o'chirib qo'yish uchun pul to'lash kerak ekan. Ha, shundoq. Siz hozir aytsiz, sizni mijozlaringiz jamiki mashina minganlar. Haydovchilar. Endi siz raqiblaringiz kim? Moychilar. Moy chiqaradiganlar, moy tarqatadiganlar men raqiblarim. Balki men bo'lishim mumkindir. Nimaga? Misol uchun, men har doim mashinam misol uchun 10 ming kilometr ana qizil haligi olovdan shamchiroq bor-ku. Yonganda keyin kiraman-da. Misol uchun asli raqobatchi edi.
moy quymaydigan insonlar. Xuddi shunaqa. Misol uchun Moy vaqti kelganda 1 litr delibga qo'yilib, man delibga ham qilmayman, man yuraveraman. Ha. Og'iri almashtiriladi. Buning uchun nima qilsa bo'ladi? Misol uchun yog' quymasdan ko'p muddat yuradiganlar uchun aslida bu mashina uchun ham va mashina uchun ham. Ha, Misol birinchi. uchun 1 yilda 3 marta quyadigan bo'lsa, bunaqa insonlar 2 marta quyadi. Bir marta quyadiganlar ham bor. Ha? Ha. Kimlar 1 marta quyadi? Mashinasini arendaga minadiganlar. Ha. Iloji boricha almashtirmaydi, delibga qilib. Eng arzon yo'ldan delibga qilib. Bildim mana, arendaga bermaslik kerak ekan mashinani. Arendaga minadiganlar ishtaqa qilib qo'yadi. Xato yo'q quyilganlar ko'proq mashina purishida bo'ladi. Bitta mijozingiz, ya'ni sizda mijoz qanchada qaytib keladi? Misol uchun bilan kategoriya bo'yicha sanadigan bo'lsangiz. Kategoriya bo'yicha sanadigan bo'lsa, misol Damaschilar 15 kun 16 kunda. Misol Haqlabodga qatnaydigan, umuman liniya Lola Chors qilib yuradigan, liniyada yuradigan Damaschilar 15 kun 16 kunda. Hop. Toshkentga qatnaydiganlar 20 kundan 25 kun orasida. Endi eng maksimalnisini oladigan bo'lsa, ertalab ishga borib qachon ishdan keladiganlar 50 kunda, 2 oyda kelishadi. O'sha masjidga borib keladigan mashinalar 1 yilda 1 marta almashtiradi. Xo'jakala. 1 marta. Ha, 1 yilda 1 marta. U ham almashda. Bo'lmasam so'tilib, yangilanib ketadi. Yangi turda olishadi xo'jakala. Ha, endi siz qaysi mijoz turlari bilan ishlab maza qilasiz? Meni idealimdagi mijoz, ishxonam kelib, mana mashinani kaliti. Xohlasan ishlab chiqqan yog'i qo'y, xohlasan Farg'onani yog'idan qo'y, motorga muammo bo'lsa to'lasan. Bizga o'shanaqa mijoz kerak. Biz xohlaymiz, bizga ishonsin. Biz quygan yog'da motor yirib ketsa to'lab beraylik biz. Siz shu adani berasiz? Ha, men beraman. Menki shu sohada mutaxassisman. Men qaysi yo'q qancha yurib kelishini konkretni bilaman. Agar u yoqilg'i turini o'zgartirmasa, men quyib beribman, gaz yuritdi, lekin gaz avroqqa bekilatdi, u benzinga o'tib ketdi. Lekin 50 laqabli 80 benzinni quyib, motor taqillab, ko'lsirasini gilzani ichini shilib, yog'yaverib qisib qolsa, u manda bo'lmaydi. Bunga alohida yondashiladi. Biz o'zimizni maxsus mutaxassislarimiz bor. U yog' eski yog'dan analiz olib, tekshirib, konkret diagnozda qo'yib, haqiqatda bizdan bo'lsa, u odam agar mashinani arendaga minsa, arendaga ketgan kunlarni ham pulini biz to'laymiz. Tushunarli. Xo'p, siz Farg'onani moy dedingiz. Moylar qayerdan ishlab chiqadi? Faqat Farg'onadanmi yoki boshqa davlatlardan keladimi? Ha, biz misol uchun deylik, o'rtacha Gurzovo yengil Jiguli, Moskvich, UAZ, Kamaz'niki Farg'onadan chiqadi. Yengil mashinaga qo'yilgan yog'lar hammasi chetdan import bo'ladi. Qaysi mamlakatlardan? Germaniya, Xitoy. Koreya, Germaniya, Yaponiya, Xitoydan ham keladi, Dubaydan keladi. O'zi asosan bozor 90% Dubay mollari egallagan. Sabab? Sabab deylik hamma germanskiy zo'r deydi. To'g'ri, Germaniya zo'r, lekin yerda ishchi kuchi qimmatda, lekin Dubayda arzon ekan. Endi ularga neft olib ketib, yerda yana yo'lkira to'lab, yana Germaniya moyi qayda oladi? Ha, neftni ular ham Dubaydan oladi. Neft tozasi Dubayda-da. Ha. Demak, moy neftdan chiqadi. Ha, moy neftdan chiqadi. Deylik, misol uchun germanskiy moylar $25 tayyor bo'lsa, Dubay xuddi o'sha yog'i $10 tayyorlab qo'yadi. Sababi, resurs arzonda, ishchi kuchi ham arzonda. Sifat ta'sir qilmaydi? Sifat umuman ta'sir qilmaydi. Nimaga ularda Virgin Balsa Oil'da yozib qo'yadi. Ular bokira derkan, eng oliy navli toza neftdan tayyorlanadi. Virgin Balsa Oil'da 100% qilib qo'yadi-da. Ular neft tozaligi uchun ham germanlar texnologiya german yozib qo'yayotgan sizga. Texnologiya germanskiy, boshliqlar germanskiy. Hamma instrumentlar germanskiy, faqat biz bazaviy mahsulotini o'shandan olamiz xolos deydi. Hozir o'sha bozor 90% o'sha Dubayliklarning yog'i egallagan. Farg'onachi o'zimizniki. O'zimiznikidan shunaqa misol uchun siz aytdingiz Farg'onaniki, shu rossiyskiy o'sha vazlarga, shu og'ir rusumdagi mashinalarga chiqadi. Rossiyskiy mashinalarga chiqmaydimi? Chiqarsa bo'ladi. Biz misol uchun aytdik-ku, Germaniya $25 yog'ini Dubay $10 ga chiqargandan keyin, mayli $10 demayli, $15 deylik. $25 yo'q, $15 tayyor bo'lgandan keyin siz o'sha yo'qni tayyorlasangiz, $20 ga tayyor bo'ladi. Siz olib kelib sotganingiz yaxshi. Inaki yana bir tomoni bor. Siz misol uchun deylik, $30,000 mashinangiz bor.
qanaqadir inomarka siz O'zbekiston yo'g'ini quymaysiz-da. Men tavakkal qilishni xohlamaysiz. Ishonchsizlik bor. Ha, ishonchsizlik bor. Lekin standart bo'yicha javob beradimi O'zbekistonlik? Yo'q, standart bo'yicha javob beradigan bo'lsa, uni narxi 2 barobar bo'lib ketadi. Ha, 2 barobar bo'lib ketishi mumkin bo'lganligi uchun ishlab chiqarilmaydi. Ha, xuddi o'shanaqa. Ha, baribir chetdan kirib kelgan bilan raqobat qila olmaydi. Ha. Baribir agar hozir shunaqa ishlab chiqarsa, baribir chetdan olib kiritgan odamlar ularga bir ozon bo'lar edi. Uning eng katta minusi O'zbekiston, Made in O'zbekiston deb qo'yilganda. O'zbekistonniki ekan-ku deydi. Mana shu biz 2014-yilda faqat chetdan keladigan antifriz sotardi. Lekin O'zbekistonda antifriz ishlab chiqarish boshlangan. Biz 2014-yildan beri o'sha bir kishi bilan ishlaymiz. O'zi antifriz ishlab chiqaradi. 11 yildan beri sotamiz. Biror marta muzlamagan. Muz desa to'laymiz deydi. Muammosi chiqmaydi. Muammosi chiqmaydi. Lekin biz o'sha antifriz birinchi bozorga olib kelganimizda shuni olib ko'radi-da, Made in O'zbekiston deb yozib qo'ygan. Sedanani O'zbekiston. O'zbekistonniki ekan-ku deydi. Yo'q, menga rossiyskiy ber. Ishonchsizlik bor-da. Ularga pul qiziq emas, u chetnikini xohlaydi. Ishonch bo'lganligi uchun. Ishonch bo'lganligi Endi uchun. hop o'sha antifrizda qancha narxda tafovut bor? Rossiyaniki yoki boshqa davlatga O'zbekistonga? Hop. Rossiyaniki deylik 10 litri, Rossiyaniki antifrizda 10 litri 200 ming bo'lsa, O'zbekistonnikini 20 litri 200 ming. Ha, tenga teng farq qiladi. Yo'q, tenga teng emas. Ancha 2 barobar, 3 barobar. Ha. Ha. Mijozga ham shunaqa qulaylik bormi? Ha, mijozga ham qulaylik. Biz o'ta anaqa mijozga ancha qulay beramiz. Endi masalani boshqa tarafi ham bor-da. Biz shu antifriz sotish davomida o'sha 7 yil, 8 yil bo'lganda shuni bildikki, antifriz beri savol biz noto'g'ri berar ekanmiz. Muzlamaydimi der ekanmiz. Haqiqatdan muzlamaydi deydi, lekin muzlamaydi. Lekin boshqa minus taraflari bor ekanda. Antifrizda, chet eldan keladigan antifrizning tarkibida dvigatelli patrubkalar ichini yupqa plyonka holatda izolyatsiya qilib oladigan qo'shimchasi bo'lar ekan. Moddasi. Modda, kimyoviy qo'shimcha. Ha. O'zbekistonniki u narsa qo'shilmaydi. Mashinaning radiatori antifriz, lekin zanglaganini ko'rdi. Patrubkalardan teshilib, tangachalar chiqib ketganini ko'rdi. Tushundingiz-a? Bu yerda savol noto'g'ri. O'zbekiston bilinmadi, qo'shimchalar bo'lishi kerak. Antifriz muzlamaydimi? Ha, muzlamaydi. Kimyoviy qo'shimchasi bormi? Yupqa plyonka holatda izolyatsiya qilib oladigan. Radiatorga, dvigatelga zarar yetkazmaydigan. Men o'sha narsani o'zim guvohi bo'ldim. Men tanishlarimni mashinasida o'sha narsa kuzatildi. Lekin muzlamagan. Antifriz lekin zanglagan. Antifriz korroziyaga qarshi deb yozib qo'ygan. Alyuminiy proteksion. Umuman alyumin yemaydi, zanglatmasligi kerak. Lekin zanglatadi. Ha, zanglatadi. Nimaga? Uni kimyoviy qo'shimcha, agar ular ham kimyoviy qo'shimcha qo'shadigan bo'lsa, uni narxi rossiyskidan o'tib ketadi. Shu fabrika bilan gaplashilgan buni? Ha, men o'zim o'sha savol berganda, xuddi shu gapni aytishgan. Bu mashinaga qanchalik xavfli? Endi bu degani bitta minus tarafi ham bor-da mana. U quyganingizda sirasi bilinmaydi-da. U 2 yil, 3 yilda ta'sir qiladi. Ha, demak, uzoq muddatda zarar yetkazishi mumkin. Ha, mumkin. Zarar yetkazmasligi mumkinmi yoki baribir zarar yetkazadimi? Yo'q, albatta yetkazadi. Yetkazadi. Baribir zarar yetkazadi. U suxoy. Muzlamaydi xolos-da. Suvni singari aylanadi, muzlamaydi xolos. Suv muzlaydi, bu muzlamaydi. Endi bu yerda sistemada yog'lanib turish kerak bo'lgan narsalar ham bor-da. Misol uchun pompa krilchatkalar, parragi temirli bo'ladi. Ba'zi pompalarni olganimizda o'sha krilchatkalari yilib ketgandek ko'rdi. Yog'lamagan o'sha yupqa plyonka holatda izolyatsiya qilmagan. Ayrim O'zbekistonda ishlab chiqarayotgan antifrizning tarkibida yupqa plyonka holatda izolyatsiya qiladigan kimyoviy qo'shimcha yo'q. Shuning uchun mashina antifriz bo'lsa ham zanglab qolgan, zaglushkalari teshilib chiriganini ko'rish mumkin. Yo, faqat O'zbekiston qo'yasizlar. Bizda bir hozirgacha 15 xil antifriz sotamiz. Eng ko'p sotiladigan O'zbekiston. O'zbekiston. Narx arzonligi uchun. Va misol uchun 3 yil 2 yil ta'sir qiladigan bo'lsa, hech kim 3 yil 2 yil mashina minmaydi. 1 yil minadi, 1 yil minadi. 3 yil minadigan tushunsin deydi-da. O'zimizda ikkita mashinamiz bor, o'zimizdan o'shandan quyamiz deydi. O'zbekistonliklar o'lmaydi. O'lmaydi. O'sha 3 yilda o'sha ordindan quyib 3 yilda o'sha zaglushkani almashtirib olish bizga qulay. Yaxshi. Sizlarga hozirgi bo'lgan eng katta muammo nima? Hozir menda eng katta bo'lgan muammo, hozir mana shu nuqtaga yetib keldim. Haqiqat yetib kelib tugadim hamda. Ha, muammo shundaki, yog' almashtiramikin, yuk tarqatamikin. Har kuni shu muammo bilan kurashaman.
meni ustimda ustoz yoki bir tushunchasi bo'lgan inson yoki bitta ustoz bilan bitta men yuklangan missiyani hammasini bajaraman. Mana shaxmatda managa yur deydigan inson bilan bitta. Sen bugun meni ish qilishing kerak. Yo bo'lmasa sen mana 3 kun ishda mana ish qilgan bo'lishing kerak. Ashnaqa menga dars beradigan yoki-da ustidan turib ish o'rgatadigan. Sizdan ustunroq bo'lgan, kattaroq biznes ustoz, qanaqadir inson shaxs bo'lsa va kerasiz. Kerak. Menga o'sha eng og'irli joyim o'sha. Aytman, har kun menga ana shu narsa yo'q tarqatish nima ustunligi bor? Yo'q tarqatganingizda ko'proq pul ushlaysiz. Marja? Marja 5%. 5%. Shoxobchada? Shoxobchada marja? Marja 25%, lekin ozroq pul ushlaysiz. Endi marjani ko'paytirish uchun siz tochkani ko'paytirishingiz kerak. Lekin yog' almashtirishda, yog' tarqatishda marjani ko'paytirsa bo'ladi. Buning uchun biz bilan ishlamayotgan boshqa mo'yxonalarga ham borishimiz kerak. Masalan, Namangan bo'ylab 1000 ta mo'yxona bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni biz ham 1000 tasiga borishimiz kerak. Namangan bozori qanday o'zi? Nima bilan o'lchaysizlar? Mashinalarning soni bilanmi yoki ketgan yog' litri bo'yicha hisoblaysizlar, nima bo'yicha hisoblaysizlar? Mo'yxonalarning soni bilan deylik, o'rtacha 1000 ta mo'yxona bo'ladigan bo'lsa, bormi 1000 ta xona? Bor. O'zi meni hududim, men yaqin atrofimda 10 ta 15 ta mo'yxona bor. Mana shu meni 5 kilometr radiusda 15 ta endi u rayonlarda qancha? O'rtacha 1 milliondan savdo qilsa, 1000 tasini shunday ko'paytirib kalkulyatorga tushirib olsangiz. Siz shularni hammasini egallashingiz qulayroq emasmi? Sizga baribir berishadi yog'i, siz ham tarqatib, sotib, dilerlik qilasiz. Hozirda biz 7 xil mo'ga dilerlik qilamiz. Farg'onadan ham chiqadigan o'zimiz maxsus brend ostida chiqadigan 3 xil yog'imiz bor. Bu degani 10 xil yog'ga dilerlik qilamiz. Odamlarda shunaqa narsa borki, siz mo'chisiz, men dilerman, 10 xil yog'dan olib kelibdiman, tanla yoqqanini ol, sot debdiman. Bo'ldi. Namatlar har xil hammasi. Hammasi har xil, tarkibi ham har xil, hammasi har xil mo'shinaga tushadi. Ular ko'proq nimasiga qaraydi? O'ltgan narxiga qaraydimi yo rusumiga? Masalan, kimgadir Spark ko'proq keladi yoki kimgadir Damas ko'proq keladi. Yo'q. Nimasiga qarashadi o'ltkanda? O'ltkanda, misol uchun, uni klient kim bo'lsa, o'sha yog' oladi. Misol, uni klient Damaschimi, Damasga tushadiganlar. Har bitta yog'i API'si bo'ladi. API degan Amerika Petroleum Instituti ruxsatnomasi. Amerikada shunaqa institut bor. U metanga, benzinga, neftga taalluqli har bitta anaqaga sertifikat beradi. Amerika Petroleum Instituti ruxsatnomasi. SGCD deydi. Damas Metstikolarga SGCD ketadi. O'sha sinf, ashi qo'shimcha qo'shilgan bo'lish kerak. Sababi Damas zavoddan chiqqanda kitobchasiga yozib qo'yilgan. API SGCD bo'lish kerak. Gentrack qanaqa? Gentrack'ki SN bo'lish kerak. Bu SN klass 2010-yilda chiqqan sinf bo'lib, 2010-yildan tevisi chiqqan mashinalarga 2020-yilgacha SN. 2020-yilda SP chiqqan, bu trakkerlarga chiqqan SP. GM Dehos 1 Gen 3 deydi. Ashi qo'shimchasi bormoy, faqat tracker 12 Equinox'ga tushadi. Shoxobcha nima? Ustunligi ashi marja kattaligimi yoki shoxobchaning ustunligi yo yaxshi ko'rasiz buni kengaytirish mumkin bo'lganligi uchunmi nima? Yo'q. Shoxobchada to'g'ridan-to'g'ri iste'molchi bilan ko'rishasiz o'zingiz. Bilasiz, uni holatiga qaraysiz, mo'yi holatiga ko'rasiz. Unda daromad baribir tarqatganga qarash yaxshiroq. Undan keyin shoxobchada faqat naqd bo'ladi. Umuman nasiya bo'lmaydi. Qachondir yo oshnangiz, oshna-og'ayni yo qanday shuluq bo'lmasa, shoxobchaning ustunlik tarafi marjasi ko'proq, naqd pul bo'ladi. Farqi shunda. Siz bozorni egallab olish kerak bo'lsa, bosib olish kerak bo'lsa, o'sha Namanganda hamma tochkalarni bir 30% egalik qilish kerak bo'lsa, misol uchun yog' bilan ya'ni tarqatish orqali bu narsani bosib olish imkoni bormi yoki tarqatish orqali bosmoqchi bo'lsangiz, yangi mo'yxonaga borib, "Meni yog'imni sot" desangiz, "Bo'ldi, sotaman, nima berasan?" deydi. Bo'ldi 100 kanister yo 5 kanister yo 10 kanister olaman. Televizormi, hali nima, mo'yxonaga ishlaydigan qanaqadir instrumentmi, nima qilib bera olasan? Bu o'ta bizning og'riqli joyimiz. Undan biz shahar ichida bir 30 tacha mo'yxona qilib, umuman Namangan o'zida o'zimiz xususiy 30 tacha mo'yxonamiz qilib, 30 ta mo'yxonamizda faqat o'zimiz yog'imiz sotsa, bizdan yog' quyganlar boshqa mo'yxonaga ham borib, "Mabodo sanda ham bormi?" yog'dan deb so'rashi mumkin. So'raganda ular yoki bizga aloqaga chiqib, "Ash yog'dan bizga ham bering" deb, o'shuni qilib egallasa ham sal osonroqmi deb o'ylayman. Mo'y tarqatganda ham egallash mumkin. Qanaqadir aksiyalar qo'yish kerak bo'ladi unda. Bo'ldi, qilib beramiz. 10 korobka olsangiz, manaqa sovg'amiz bor, 15 korobka olsangiz, manaqa sovg'amiz bor deb. Siz taxminan
bozor hisoblab chiqqanmisiz? Namangan 1 yilda qancha moy sotiladi? Necha pulli? Misol uchun. Namanganda O'sha hisoblab chiqdingizku, 1000 ta shoxobcha bor dedingiz misol uchun. 1000 ta Qancha sotishini shoxobcha, bilasiz misol uchun. 1000 ta shoxobcha o'rtacha 1 millionda savdo qilsa, o'rtacha bu eng past ko'rsatkich. Bu ikkita kemer degan ikkita mashina kelsa, agar 1 yillik ko'paytiradigan bo'lsa, endi o'sha 20 million dollarlar o'sha bilam 25 million dollarlar atrofida o'sha Namangan bozori demak 25 million dollar atrofida. Ha, 25 million dollar. 28 million bo'lsa. 28 million. Sizni obyemingiz buni qanchasini tashkil qiladi? 1% bo'lsa kerak. Shu obyemni ko'tarsangiz mumkinmi? Qanchadirgacha? Chegara yo'qmi? Chegara yo'q umuman. Buning uchun miyadagi chegaralarni tashlasa bo'ldi. Demak, sizda hozir ikkita yo'l bor. Ikkitasi ham bitta yo'l. Ikkitasi ham bitta yo'l, lekin bir-birlar ajratmaganingiz menimcha ma'qul. Chunki bittasi o'zingiz shu moy sotish bilan kelgansiz. Bu sizda katta limitlaringiz bor. Fabrikalarda, ta'minotchilarda. Ta'minotchilar bor, men taniydigan insonlar ham bor. Misol uchun qachondir u 5% marjani ko'tarishingiz imkoni ham bo'lishi mumkin. Bog'dagi marjangiz bilan qo'shsa, misol uchun 30 dan o'shib ketishi ehtimol katta ekan. Bizda bitta minusimiz bo'lgan deb o'ylayman, balki bu minusi, balki plusdir. O'sha 2014-yilda boshlaganimizda biz yog' tarqatganimizda hech kim tarqatmagan. 2014-yilda bozorga chiqqan bo'lsa, 2015-2016-yilda "Oka, sizlar kelishinglar shart emas. Telefon qilsani o'zi yetib boradi" deb yetkazib berardi. Hatto shu darajaga chiqqan. O'sha paytda men do'konda turardim, faqat zakaz olaman, spiska beraman, yuklab tashlab kelishadi. Undan kichkina bola bo'lgan. Dedamlar aytardilar, o'g'lim biz chet elga endi ishlagan emas, faqat dam olgani boramiz derdilar. Ishi nima bo'ldi? Yana nesiya aralashdi. Dedamlarni nesiyaga toqatlari bo'lmadi. Nesiyaga bo'lsa bermadilar. Endi o'sha paytda ham nesiyamiz bo'lganda bir 100 million, 80 million nesiya bo'lgan. Endi undan ko'tarilishiga dedamlar tavakkalga yo'q deganlar, bermay qo'yganmiz. Orada o'sha bozor o'zida qolib ketgan. Agar o'shanda tarqatish to'xtatmaganimizda hozir bundan ham yaxshi ketarmidi deb o'ylab qolaman. Nesiya kengaytirishi hisobiga, nesiyani kengaytirish hisobiga. Menki nimaga shunaqa bilmayman, moyxona ochgan odamni imенно pul bo'lmaydi-da. Moyxona ochgan odamni o'zi pul olib qo'yadi. Imенно pul bo'lmaydi-da. Qanaqadir. "Okey, tashlab keting, bo'ldi. Sotib beraman" deydi. Kelishamiz. Misol uchun bir hafta bor, naqdga ishlaydiganlar ham bor. 99 ta ichida bir dona bo'ladi-da. Bir dona. Qolgan 99 nesiya. Endi bu yerda muammo nesiyani yig'ishtirib olish ekan. Shundoq. Nesiyani yig'ishtirib olish ham qiyin. Opodamlar aytadilar, nesiya yo'q, o'g'lim, undan umid qilma. Lekin mana shu yerda ham mayli deyman, ishlab tursa, undan pul olish ham qiyin-da. Uni ish to'xtating, tovar berish to'xtatdingiz, pulni so'radingizmi, u tovar olish to'xtatadi, bo'ldi, pulingni qilib beraman deydi. Pul olish uchun ham 1 yil o'sha vaqt ketadi-da. O'zimda bo'lgan bir 5-6 testdan kechib o'rganib, qanaqa bo'lgan? Arzimagan 3 million, 4 million pul. Keling, erta berib yuboraman deydi. Shuna borsangiz, hozir kimgadir berib yubordim. Erta keling deydi. Bo'p deb, endi siz qas qilgansiz olaman deb. Ertasiga ham borasiz-da. Uka, toshni ertaga berib yuboraman dedi. Endi ketdingiz, esdan chiqdi-da, menki 3 kun borib qo'ydingiz. Yana 3-4 kun o'tkazib borsangiz, "Oka, sizga keling deganda kelmadingiz. Men o'sha kun pul tayyor qilib qo'ydim. Men bo'sha firmaga berib yubordim." Shundoq qilib, oxiri undoq qaraysiz, siz vaqt yo'qotasiz, unga ketgan vaqt ichida boshqa joydan ko'proq daromad qilasiz. Oxiri shunaqa qilib kechilganlar ham bo'ldi-da. Endi kechilmadi-yu, olib qo'yildi. Kechilmasdi. Kechsangiz unga ziyon qilgan bo'lasiz. Unga aytib qo'yishingiz kerak. Oxiratda bir muammosi bo'ladi. Bu ishingiz bo'lmaganida nima ish qilgan bo'lasdingiz? Moy almashtirish sohasiga kirmaganingizda nima ish Moy almashtirish sohasiga kirmaganimda men bundan oldin suvarchilikda ishlaganman. 4 yil ishlaganman, hunar egallaganman. Suvarchilik. Suvarchilik qilgan bo'lardim. Necha yoshingizda? 13 yoshimda suvarchilikka shogird bo'lib tushganman. 13 yoshda suvarchilikka shogird tushib, necha yil bo'lgan? 4 yil ishlaganman. 4 yil ishlagansiz. 17 yoshligimgacha o'sha suvarchilikda ishlaganman. Qiyinchiliklar? Suvarka ochki to'qsangiz, g'ashingiz keladi, yechib qo'yib suvarka qilasiz, ko'zingiz og'riydi. Qum to'lgandek bo'ladi, qachon uxlaganingizda. Uxlab ham bo'lmaydi, burun bekilib qoladi.
shu shunaqa muammo ko'p kuzatilgani uchun men ko'zim sal qanaqadir xiralashgani uchun bu sohadan chiqib ketishga majbur bo'lganman. Chiqib ketganmiz, qochganmisiz? To'g'rirog'i men umuman ishdan qochmayman. To'g'rirog'i opa-domlar boshqa ishga olganlar. Opa-dom sabablar shu sabablar ha, mana shu sohaga kirishimga. Domlarning ukalarining bozorda joyi bo'lgan. O'sha joyi mana shu o'g'limga berdiganlar. Biz keyin uni do'kon pulini to'laganmiz. Sababchi o'sha opa-domlar o'sha dedomlarning ukalari bo'lishgan. Shogirdlarni berganlar, birov o'rgatib qo'ygan. Shu bilan shu sohaga kirib ketganmiz. Bitta motivatsiya bo'lgan. Svartka xonaga qaytmaslik uchun ham sotuvni full amalga oshirish kerak. Svartka xonaga qaytmaslik uchun sotuvni yaxshi qilish kerak. Agar siz sotuvda qanaqadir xatolik sotuvda o'zingizniki sotganmisiz yoki birov kimnikidir shogird tushib sotganmiz? Unda bizni hech qanaqa brendimiz ham bo'lmagan, yo'q ham bo'lmagan. Shogird tushib kimdan yo'q kim bersa o'shanikini sotganmiz. Unda biz pulimiz ham bo'lmagan. O'sha paytda domla Doruzxonani pondor qilaman deb bitta mol bo'lgan sotib 4 millionga pondor qilaman degan mollarga, ya'ni mol puliga domla ukalar aytgan shuni yo'qqa tiking degan 4 millionga yo'q olib sotib 3 oydan keyin 13 millionga pondor qilib olganmiz. Hamma joyi. 4 million yo'qqa tikib 3 oydan keyin 13 millionga pondor hamma joyi. 4 million bilan boshlangan bu soha desa ham bo'ladi. Ha, 4 million bilan boshlangan desa ham bo'ladi. Hozir qancha bor? Misol uchun hammasini yig'ishtirsa 500 million chiqadi? Yo'q. 15 pachkalar atrofida. Ko'p ekanda? Ha. Necha yil ichida? Endi mana shu 11 yil ichida deydi. 11 yil ichida. Shunchalik kapitalga ega bo'lish, davera aslida. Bunda ko'proq nesiyada bo'ladi, kimdirlar beradi albatta, misol uchun. Bu yoshlarda yaxshi narsa. Va 4 million bilan boshlangan. 14 yil so'm bilan boshlangan. 4 million so'm. Ha, 4 million so'm bilan boshlangan. Misol uchun 150 ming dollarga yaqin oborotlari bor. Misol uchun bu kishidan ham ko'proq oborotlar bo'lishi mumkin. Bu kishidan ko'ra bo'lishi mumkin. Umumiy hozirgi holatdagi aylantirgan pullari misol uchun shunga yetgan. O'shancha pullar oborot qiladilar. Kimdadir bor, kimdandir oladilar, beradilar. Xuddi shunaqa. Bu yaxshi natija. Bu ishonchda endi. Kimgadir shu borsalar, misol uchun beradi tovar. Shunaqa, xuddi shunaqa. Biz bormasa ham u yuk o'zi yetib keladi. Endi borish shart emas hozir. Shuncha darajaga keldingiz, siz bormaysiz, siz o'zlar kelishasiz sizga. Ha, men shuni orzu qilganda bitta Nozim aka degan zapchastrosh bo'ladi-da. O'shalar aytuvdilar, men Xitoyga bormasam ham Xitoydan men yuklarim yetib keladi. Umuman 100 so'm tikmasdan. Aytdim, 300 ming dollargacha men yukim yetib keldi. Namanganlik, bizning eski mahallada qo'shnimiz katta hovlida. Misol o'zi ular ham. Buni omili nima? Sabab bunchalik ishonchga sabab nima deb o'ylaysiz? Bedomlarning bitta anaqalari oldingmi? Qaysi kunga va'da qilding? O'sha kunga olib. Men ishlaydigan bolalar hammasi men o'zimdan kichkina deylar. Kichkina bolalar oldida men til qisishni xohlamayman. Okay, pulni qo'yib qo'yaniga desa, g'alati bo'ladi deylar. Necha foiz amal qilasiz? Men 100% amal qilaman. Iloji boricha, ha, vaqtda umuman bir kishiga mana shu vaqtga boraman dedimmi, yetib borishga harakat qilaman. Nima qilib bilaman? Menga o'sha jarayonda bo'lgan hodisalar meni ziyonimga ishlasa ham, men mana shu vaqtda boraman dedim, o'sha vaqtga boraman. Oiladagi o'zingizni qanaqa tasavvur qilasiz, misol uchun? Hozir vaqtda ikkita shoxobchangiz bor, kim uchundir yo'q, kimgadir kichkina ish bu, misol uchun. Lekin haligi orzularga, hislarga erk beradigan bo'lsa, misol uchun Umarxonning oiladagi orzusi, Umarxon qayerda bo'lish kerak, u nimaga ega bo'lish kerak, misol uchun. Men o'zim birinchi logotipimni tanlaganimda Globusda unaqa toj qo'yib, tagiga Uma Oil Group deb yozib qo'ydim. Dunyo miqyosiga chiqish. Xudo xolasa, qanaqadir, misol uchun dunyo bozorlarigacha kirib borish. Nima orqali kirmoqchisiz? Nima orqali kirsa bo'ladi, misol uchun? Arab bir tomon, Yapon bir tomonda, misol o'zi bozor o'zi bo'lish o'ylangan. Xuddi shunaqa. O'zbekiston nimoya endi haligi ahvol. Uni bilmayman. Bilmaysiz. Lekin maqsadi bor. Lekin menda bilmayman deyishim asli bu to'g'ri yaxshi fazilat. Bilmayman. Lekin maqsad bor. Lekin bilmayman deyish. Dunyo miqyosiga chiqish maqsad bor. SNGga chiqish o'rganibman birinchi. SNGga misol uchun Qozog'istonning ularni qozoqlarni yoki qirg'izlarni sindirgan darajada aniq shu xizmat, servis, tizimsiz buni qilib bo'lmaydi.
Bu bo'lishi kerak. Misol uchun siz o'ylab ko'rmaganmisiz shu yog' zavodi qurishni, shu avtomobil modelini ishlab chiqaruvchi yog' zavodi ochish haqida kelajakda? Misol uchun qanchadir ob'yemga ega bo'lib olsangiz, misol uchun siz bir oyda necha tonna yog' sotasiz? 60 tonna deylik. Iste'molingiz qancha? O'zingiz quyadiganingiz. Men u yog' tarqatadigan yog'imni aytdim. O'zingiz quyadiganingiz qancha? Molxonada sredniy deylik. 15 ta mashina keladigan bo'lsa ham 4 litrdan yog' hisoblasa 60 litr. 1 tonna 800, 2 tonnaga yaqin bizni molxonada ketadi. Sotadiganingiz lekin yog' tarqatadigan sotadiganingiz 60 tonna. Ob'yem katta yaxshi ekanda. Shuning qancha ob'yemga chiqsa bitta zavod qilsa bo'ladi? Men o'ylayman, endi haligi gapga qaytamiz yana. Biz o'qigan paytda birinchi marketing, keyin sotuv, biznes yuragi o'sha sotuv deyishgan. Sotuv qilsa, keyin ishlab chiqarish qilib olsa bo'laveradi deyishgan. Birinchi ishlab chiqarib, uni kimga sotishni bilmay yursa, mana shunaqa deyishgan. Misol, ishlab chiqarishda 10 ta odaming bo'lsa, sotuvda 100 ta odaming bo'lishi kerak deyishganda. Qachon meni sotuvchilarim 1000 taga chiqsa yoki 100 taga chiqsa yo 1,5 taga chiqsa, haqiqatdan men hech qaydan yo'q topib bera olmaydigan holatda bo'lsa, keyin zavodini qursam bo'ladi deb o'ylayman. Shu zavodda nechta sotuvchi bor deysiz Farg'onanikida? Farg'onanikida sotuvchi yo'q. Undan chiqqan yog' o'zi oladiganlar shuncha-ku. Bo'ladi. Sotuv shart emas ekan. Lekin sizda sotuv bor. Yo'q, Farg'onanikida ustoz ular neft o'ziniki-ku, ular sotib oladi. Kichkina korxonachilar, shoxobchilar, ishlab chiqaruvchilar ulardan oladi. Neftni oladi, keyin qayta ishlab. Yo'q, ular qayta ishlab tayyor anaqa bazaviy mahsulotni beradi bularga. O'sha vertonka, o'sha mo'y, o'sha asosini beradi bularga, ular olib shu vertonka qilish o'ylamadingizmi? Yo'q. Men u haqida umuman o'ylaganim yo'q. Men faqat o'sha nima qilib bo'lsa ham ko'proq sotuv amalga oshirsam, o'shani. Endi biz men shunday deb o'ylayman. Yaxshi sotish bilsam, ishlab chiqarish ham kerak. Ishlab chiqarish uchun o'zi sanga chiqadi degan o'y hayollarim bor meni. To'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman. Endi boshida biz Demasga zavod kiramiz. Men yoshligimda o'ylagan niyatim, yoshligimda biz ham ishlab antver ishlab chiqaraman, yog' ishlab chiqaraman degan o'shanaqa o'y fikrlar bor edi, lekin qarasangiz savdo yaxshi. Yo'q, savdo ham yaxshi, yo'q. Misol uchun agar men ishlab chiqaradigan bo'lsam, men o'sha zavod o'zida qolishim kerak. Bag'dagi ish bilan bo'shashishim. Men ham ishlab chiqarib, ham o'zim sota olmayman. Nega zavodda qolishingiz kerak? Zavod kimdir nazorat qilish kerak, ustoz. Mana siz nazorat qilish shart emas. Odamni topsangiz, nazorat qiladi-ku. Yo'q, to'g'ri. Bu gapingiz to'g'ri. Uni o'ylab ko'rmadingizmi? Yo'q. Uni ham o'ylab ko'rmadim-ku. Misol avtomat korobka yog'ini almashtirish kerak bo'lsa, men qayergadir yog' tashgani ketgan bo'lsam, men bo'lishim kerak o'shaga. O'sha avtomat korobka yog' almashishligi uchun. Nimaga? Niki mendan boshqa hech kim ishlatishni bilmaydi apparatda. Demak, siz apparatda ishlatishga biladigan odamlarga o'rgatishingiz kerak yangi. Uning uchun bitta yaxshi tushunadigan, mas'uliyat his qiladigan insonni men olishim kerak birinchi ega. O'sha bolaga o'rgatsam, yo o'sha insonga, mendan yoshi katta bo'lsa yo o'shalarga o'rgatsam, undan keyin lekin unga bizda dedimlar, umuman yo'q deydi. Kerak emas. Ozgina to'siq bor. Ma'lum miqdorda qanaqadir to'siqlar bor. Haligi bitta odam bitta ish qilish mumkin-da. Xuddi shunaqa. Men o'sha tarafdorman. Mo'y almashtirib, ham ta'minot qila olmaysiz. Har doim men o'sha narsani ta'kidlab aytib kelaman. Maslahat beraman, qanaqadir tushuntirib berishga harakat qilaman. Misol uchun deylik, O'zbekiston GM zavod direktori har kuni O'zbekistonga 59 ta mashina qo'shilar ekan. Bu degani 59 ta mashinani pulini sanab olib, 59 ta mashinani o'zi zborka qilib egalariga yetkazib olmaydi-ku. U ishchilar kuchi bilan, ishchilarni qo'li bilan o'shani bajaradi. Mana xuddi shunaqa. Mana o'sha narsani ana qilsam, demak siz o'zingizga shu zaminda tayyorlashda ozgina muammo. Xuddi shunaqa. Birinchi shug'ullanishingiz kerak bo'lgan narsa shu ekan aslida. Meni shug'ullanishim kerak bo'lgan ish o'sha birinchi. Imkon so'rab ko'rasiz. Endi otalar har doim ishlash kerak, xo'p deyish kerak, lekin otalar ham ishlashadi. Shu ozgina imkon so'rab ko'rsangiz, 1 oygami, 3 oygami, qancha qilib ko'raylikchi, men sota olayman. Chunki siz hammasi o'zingiz qila olmaysiz. Xuddi shunaqa. Va ba'zi paytda aytibman-ku. Yo'q, niyatni katta qilmaslik kerak. Yoki o'sha niyatga moslab harakat qilishimiz kerak. Niyatingga yarasha harakat qil.
yoki Yo, harakatingga yarasha niyat qil. Ha, shunaqa. Menga olding sohangizdagi eng qiyin tun haqida gapiring. Shunaqa qiyin oqshom tun bo'lganmi? Bo'lgan. Oqshom qiyin. Netga ko'rdingiz. Ha. Aytaylik. Ha. Bir kun shunaqa vaziyat bo'ldi. O'sha bizga o'sha Toshkentda antifriz chiqarib jo'natadigan inson o'zi chustli inson bo'lgan. Chustli inson faoliyatini Toshkentda qilardi. Nima qildi? Ha, men o'zim borib, ko'rib, hamma anaqalarni ko'rib, eyda bir kun qolib, u meni mehmon qilib jo'natgan. Keyin bir kun o'qin o'g'illari Germaniyada o'qir ekan. Kelgan nimadir bo'lgan, aka ish faoliyat to'xtatganlar, o'sha оборудованиялар sotiladigan bo'lgan. Texnikalar, fabrika. Texnika sotiladigan bo'lgan. Endi u payt 2016-yil. Biz 2 yil bo'lgan chiqqanimizga. Endi aka marhonda men dedi antifriz chiqquncha men o'yinga qayga o'rnatsam o'shaga borib antifriz qaydan etilen glikolni tanladi. Bu etilen glikol, gliserin, o'sha avtoximiya, ya'ni rang, idishlar, misol falga hammasini pulonbalar hammasi qaydan olishini ko'rsataman. O'shadan olib kelib chiqquncha men seni oldin bir hafta yurishgan, 10 kun yurishgan, lekin men o'g'lim o'zi Germaniyaga ketdi, shu menga summa kerak. Endi u sir deyli, endi. Aytayin tut qo'raldi. Ha, bo'pti, mayli deyli. Bir $10,000 pul kerak deyli. O'rtacha. $10,000 pul kerak mana shunaqa dedilar. Keyin bo'ldi. Birinchi didomlarga atdim. Ag'lardan o'tdim, ana qildim, bag'lardan o'tdim, abamlarga atdim. Qanaqadir nimadir endi ichimga g'ulg'ula tushganda. Zo'r ish. Ha. O'sha paytda rosa antifrizda og'riqli joyimiz bor. Bir kishi antifriz beramiz deb turib, yozuvchi sotganmiz, qishda sezon kelganda bizga beraman, boshqasiga berib yuborganda. Rosa olam qilganda. Qas qildim, ashin nima qilib bo'lsam olaman. Endi dedomlarga aytdim, kechasi bilan faqat fikr xayol o'shamda. Qanaqa olsa bo'ladi? Olsa bo'ladi. Keyin ertasiga ertalab opoddomdan kabon, opodda mashina holat olmasa ham, o'g'lim dedilar, apparatni o'lishga puling yetadimi? Ha, yetadi. Bo'ldi, olding deyli. Seriyo o'lish kerak, kanister o'lish kerak, ishchi kuchi o'lish kerak, u 3 fazaga ishlar ekan, tok tushirish kerak. Undan keyingi rasxodlarni ham aytdilar-da. Unga puling bo'lmaydi. Ashida hamma pul tugaydi dedi. Bo'lmadi. Endi eng qizig'i bitta oshnam dedasi bo'lardi, men bilardim. Biznesdagi pul tikib yurardi-da. Undan keyin oshnamga telefon qildim. Kechasi 11. Oshnam desam, dedamni uxlatdilar dedi. Ashuni gaplashdim. Zo'r sovg'a qilsa bo'ladi. Sen bo'l sheriysan. Hamma harakatni o'zim qilaman. Nima qilish kerak bo'lsa qilaman deb, jarayonni kuzatib turarlar. Agar anaqa bo'lmasa deb men ishlab uzaman. Nima qo'l qo'yish kerak bo'lsa qo'yam. Endi shunaqa bo'lgandan keyin uxlamadim-da. Bu 3-kun bo'lgan voqea. U odam nima bo'ldi deb telefon qilibdi. Uka, bo'lmasa men boshqalar ham bor, siz bilan oldi bir diq turganimiz uchun. Inaki oshnamga undod dedim-ku, ertasiga keyin bir 10-11larda, kunduzgi obed mahal 11larda o'yladim. Endi mendan o'zi antifriz chiqarib ana qilgandan sekin meni ishlab sirg'antirib olsa-chi dedim. Men shunaqa shubha paydo bo'ldi. Kerak emas dedim. Nimaiki 3 kunda meni anchishga ham ulgurishdi o'ydagilar. Avamlar domla podomdan cho'li anaqa bildilar. Endi hozir o'shanda biz qilmagan ishsan, oshnam dedasi bilan sherik bo'lib qilibsan, noto'g'ri qilibsan degan nasib bo'lmasin dedim-da. Oshnam telefon qildi. Oshnam mabodo nima bo'ldi dedi. Unda stolini sotib yuboribdi dedi. Ha, bo'lgan voqea-da bu stol. Undan keyin u stolini aka dedim, mana shunaqa dedim. Mashida Mannol firmani boshlig'i Ismoil aka sotib oldilar o'zlari. O'shandan beri o'zlari mana antifriz chiqarib gazini berib yotibdilar. Men o'ylamoqchi bo'ldim, haqiqatda sotmoqchi bo'lganmi yo sotmoqchi bo'lgan edi? Chunki shu vaqt yosh bo'lgan. Necha yosh bo'lgansiz? Necha yoshli bolaga berilgan taklifda bu? Yaxshi taklif. 2016 18 yosh bo'lgan. 18 yoshli bolaga berilgan taklif. Butun turli antifriz ishlab chiqarish sexini shundoq berib yuborish. Bizda ob'yom bor. Yo'q, ob'yom bor-da. Bu biz har doim o'lgan ob'yomimiz biladi-da u. O'sha ob'yomda olasan. Lekin mana shunaqa holat bo'ladi. Lekin biz sohamiz, men diqqat bo'lgan joyim, biz sohamizdagi mas insonlar kirib o'shani o'lib, biz sohaga kirib, bozorni qaysidir qismini egallagani meni eng diqqatga turgan so'z. Endi to'g'ri, Allohdan endi biz xavotir qilmaymiz. Baribir o'sha narsa meni qo'limdan ketganiga afsus qilganman o'sha paytda. Shu endi o'zi bizga antifriz ishlab chiqarib beradiganlarga qaraganda bularniki qimmat chiqadi. Yaxshimi sifat? Ha, endi sifati o'sha men aytgan antifriz. Qimmat bo'lsa insonlar oladi lekin. Ha.
endi bular ham sotishdi. Qanaqa berishadi? Bir hafta 10 kundan pulni olishadi. Bu sohada kirmoqchi bo'lganlarga tavsiya bering. Kirmoqchi bo'lganlarga kirsinmi, kirmasinmi? Yo'q, kirmoqchi bo'lganlar bemalol kirishi mumkin. Ha. Nima qiyinchiligi bor? Qiyinchilik tayyor. Qiyinchilik birinchi o'rinda mas'uliyat bo'lsa, sabr bo'lsa, boshlang'ich 1-2 yilni sabr bilan kutib, yaxshi muomalada chiroyli o'tkazsa, muammosiz. Shaharda yana qancha to'shq ochsa bo'ladi siz fikringiz bo'yicha? Har 1 kilometrga bittadan ochsa bo'ladi. Ishlaydimi? Albatta ishlaydi. 5 kilometrda 15 ta avtoxona bo'lgandan keyin 5 kilometr, 15 kilometr ajoyib. nima moshina ko'pda. Moshina ko'p. Nimaga ochsa ishlaydi deganim sababi o'sha moxonada moshina bormi? Moshina bormi? Odam ko'p tuman energiyasiga boradi. Nima odamlarning o'zi vaqti tezlashib ketgan, ish tez bitishi kerak. Tez bo'lishi kerak. Nima bo'ldi? Xulosa bilan yakunlaydigan bo'lsa, siz qanaqadir xulosa oldingiz o'zingiz yo? Ha, xulosa oldim. Nima oldingiz? Agar xulosa olmagan bo'lsa, ikkinchisini qilmaymiz. Yo'q. Birinchi og'riqli joyim mana o'sha bitta yaxshi inson o'lib, o'sha avtomat ko'rpa yo'g'ini almashtirishga o'sha. Birinchi men o'zim Edan chiqishligim uchun Ega yaxshi bitta mutaxassis qo'yish uchun qaror qildingiz. Ha, qaror qildim. O'sha o'rgatasiz. Ha, ikkitasini olib ketishga qaror qildim. Ham ta'minot, ham ta'minot, ham bilan shoxobcha. Ha, shoxobcha. Tizimlashtirish, hammasi tizim bo'yicha o'smoqchi bo'lsangiz, tizim bilan birga o'tish kerak. Bugun suhbatimiz Umarxon bilan bo'ldi. Oxiriga yetib keldi u. Xulosalar chiqazdik. Qaysidir ma'noda Umarxonga yo'l yo'l ko'rsatishga qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Foydasi bo'ladi degan umiddamiz. Umarxonning maqsadlari buni kengaytirish. Kimda-kim shu sohaga kirmoqchi bo'lsa, xolis yordam berishga va'da berdilar yoki qandaydir hamkorliklar bo'ladigan bo'lsa, birgalikda qilish imkoni bor. Nomerlarni qoldiramiz. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariylarda yozib, savol berilsa, o'zlari javob beradilar. Agar shu sohaga qiziqadiganlar bo'lsa, ulashib qo'yishinglar mumkin. Agar shu ko'rsatuvimizni davomli bo'lishni xohlaydigan bo'lsanglar, qaysidir ma'noda bizni qo'llab kommentariyada yoki obuna bo'lib, like bosib qo'yishinglar mumkin. Biz endi nima deymiz, yangimiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Maqsadimiz yaxshi, oliy xudo xolasa shuni rivojlantirish. Shu qaysidir ma'noda endi juda zo'r chiqmagan bo'lishi mumkin ko'rsatuvimiz, lekin bu qatlamni ham olib chiqishimiz kerak. Qolib ketmaslik kerak. Yangilar, yoshlar, hamma zo'r, katta tadbirkorlar bilan suhbat qilish hammaga misol uchun oson. Ularda erishgan nimadirlar bor. Lekin uyalmagan holatda kichkina o'zini nimadir erishgan narsasini uyatmasdan olib chiqib, biz ham shunga vaqt sarflab, kimnidir olib chiqishimiz, bu maqsadimiz shu, rivojlantirish. Qolganlarni ham shunga jalb qilish, shu narsaga yoshlarni band qilish. Shu tadbirkorlik bizneslarni rivojlantirishga hissamiz qo'shilsa, shaharimiz gullar shahri bo'lib gullaversa, shu qaysidir ma'noda hissamiz qo'shsa xursand bo'lamiz. Xudo xolasa keyingi sonlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Energiyamiz yetadi degan umiddamiz. Shu yerdan qo'rquv boshlandi menda. Bo'ldi. Rahmat.